Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan men Minecraft 98 adashib ketaman do'stlar. FIFA 98 kanali bo'ldim. Bugungi videoda qanday qilib Minecraftni Steam'ga tekinga Steam'ga qilishni o'rgatamiz. Buning uchun Google kerak bo'ladi. Mana Google chiqqan, bosamiz, qidiruvga kiramiz. Minecraft 1.22 deb yozamiz. To'xtaydi. Qilamiz. Mana bu yerda xohlasanglar birinchisi, xohlasanglar ikkinchisi, xohlasanglar uchinchisi. Men ikkinchisini tanlay olay. Mana tanladik. Hozir kutamiz. Do'stlar, stop turamiz, kirgandan keyin qilamiz. Mana anaqa fayllarda paydo bo'lib qoladi. Fayllar sizlarda sariq rangda bo'lishi mumkin, boshqacha rangda bo'lishi mumkin. Shunaqa keyin mana bu yerda paydo bo'lib qoladi. Mana hozir ko'rsatishim mumkin. Mana bu shunaqa joyda paydo bo'lib qoladi. Do'stlar, shamsiga bosamiz. Kutib turing dotni bekor qilishni bosarmi, kutib turamiz. Kutamiz, yana kutamiz. Do'stlar, hozir kiradi. Hech narsani bosib kutishimiz kerak. Agar 50 ta abona yig'sanglar, biza mod qo'yishni o'rgatamiz. Mana shu bola bilan. Yo, to'xtaylik. 50 ta emas, shuni Vali kutamiz. Shoda anaqa bo'ladi. Qaranglar, shoda o'rnatilib bo'ladi. O'rnatish chiqadi, o'rnatishni bosasizlar. Hozircha bizda ishlamayapti. Internet yaxshi emas. Shuning uchun hozir o'zida shu video narsani bosib o'tir. Shu videoda ko'p obunachiga beringlar, lekin bizga pastcha qilinglar. Bor yo'q 7 ta obunachimiz bor. Bir oy oldin boshlaganmiz. Iltimos bizani mana bunaqa narsa chiqadi. O'rnatishni bosamiz. Mana biz chiqdi, bir amallab chiqardik. Mana o'kka bosamiz va kutamiz. Hech narsani bosib. Okalar. Yo, bo'ldi, to'xta. Endi paydo bo'lishi kerak. Chiqamiz bu yoqdan. No, okalar. Do'stlar, shunaqa qilib chiqazasizlar do'stlar. Do'stlar, shu paydo bo'ladi. Mana mashta paydo bo'lishi mumkin. Mana mashta paydo bo'ladi. Xullas qarorchi. Okalar, bizlar shu bilan video kontentimiz tugaydi. Okalar, agar yana video chiqaramiz, bu faqat yana yuklash, yana qanaqa usullarda yuklashni o'rgatamiz. Minecraftga qanday qilib mod qo'shishni o'rgatamiz do'stlar. To'xtaylik, yana bitta yo'l bor edi, shuni ham o'rgatib ko'ramiz. Uning uchun Play Market kerak bizga. Play Market. Mana Play Marketga kiramiz. O'zgarib ketdi Play Marketga o'zgarib ketgan. Qidiruvga bosamiz. Minecraft yozamiz. Minecraft deb yozsak bunaqa narsa chiqmaydi. Shunaqa yozish kerak edi. Tdi. Mana to'xta. Yana bitta o'chir. Voy, Minecraft do'stlar. Hozir. Do'stlar, 20 ta like bersang, qanaqa telefonda kompyuterga Minecraft o'ynashni o'rgatamiz do'stlar. Sizlar bilan men shu gamer bo'ldim. Xullas qarorchi, videoni shu joyda tugatamiz va sizlar bilan men bo'ldim. Videoni shu joyda anaqa yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha va xayr.